Kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun biz ig'irlik o'lchaydigan jingni yasab chiqamiz. Oldi bilan qog'oz karta, cho'ka, jip ham metal parchasi tayyorlab olamiz. Tayyorlab olgan qog'oz kartamizga sizg'ich bilan jing taqsisini sizib chiqamiz. Astoydillik bilan sizib chiqqandan keyin mana bu holatga keladi. Biz buni qaychi bilan to'rt atrofini qiyib olamiz. Qiyib olgandan keyingi qog'oz kartani uzuk siziq yo'linish bo'yicha uch atrofini mana bu holatda qatlab olamiz. Uzun chiqib qolgan ikki tarafini bo'lsa, yelim bilan yemlab olamiz. Yemlangandan keyin bu shaklga keladi. İkinci qadamda cho'ka yuziga o'xshash uzunlikdagi ig'irlik o'lcham birliklarini sizib olamiz. Sizib chiqqandan keyin mana bu holatda bo'ladi. Üçüncü qadamda oldin tayyorlab olgan taqsimizga ehtiyot qilgan asosda jig'ni bilan uch tarafdan 3 tal to'shik teshib olamiz. Kichik do'stlar, shuni eslatib qo'yay, jig'ni bilan to'shik teshganda jig'nining qo'lingizga sanjilib ketishidan alohida diqqat qilinglar. To'rtinchi qadamda sizg'ich uzunligini o'lcham qilib 3 tal jip kesib olamiz. Hem bu 3 tal jipni ayrim holatda teshib olgan to'shigimizdan o'tkazib bog'lab olamiz. Qolgan uchini bo'lsa birlashtirib chigib olamiz. 5-qadamda tayyorlagan jipimizni o'rtadan qatlab metalni o'tkazib, uchini chigib asma holatga keltirib olamiz. Bunun bilan ig'irlik gram teshini tayyorlagan bo'lamiz. Mana umoq tarozimizni bitdi. Kichik do'stlar, sizlarga cho'nglar bilan birlikda yasab beqinglar.